Bir ayolni maqtashdi. Ko'p namoz o'qiydi. Bir ko'rsiz, tunlari bedor bo'ladi. Ko'p roza tutadi. Bir ko'rsiz ya Rasululloh. Har hafta roza tutadi. Dushanba, payshanbani qoldirmaydi. Zakot, sadoqatini qoldirmasdan beradi. Lekin tu'zi jironaha, qo'shnisiga tili bilan ozor beradi. Jirkib beradi, so'kib beradi, haqoratlab qo'yadi, tili bilan ozor beradi. Deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hiya finnar, u ayol do'zaxdir dedilar. Ko'p namoz o'qiydi, ko'p roza tutadi, ko'p sadaqat beradi. Tilini agar tiy olmagan bo'lsa, u do'zaxi dedi. Keyin aytishdi. Unday bo'lsa ya Rasululloh, bir ayol bor dedi bittasi. Namoz ko'p o'qimaydi dedi. Roza ko'p tutmaydi dedi. Bunchalik emas. Sadaqat ham ko'p bermaydi. Lekin wala tu'zi jironaha, qo'shnisiga ozor bermaydi bu ayol. Muloyim, halim, barcha narsani murosa bilan yechadigan mana shunday xushfe'l bir ayol deganlarida hiya fil jannah, u jannatiydir deb aytgan ekan. Bu hadisda bor bu narsa. Demak, inson haqiqiy namoz o'qiyotganligi, haqiqiy roza tutayotganligi, haqiqiy umra qilayotganligi qayerdan bilinadi? Tilidan chiqayotgan gapidan bilinadi. Chunki dili buzuq insonda tili buzuq bo'ladi deb bejiz aytilmagan.